Jizzaxda 3 nafar qizlar suvda cho'kib vafot etdi. Voqea joriy yilning 17-iyul kuni soat 13:00 atrofida Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi tomchilatib sug'orish uchun mo'ljallangan sun'iy hovuzda sodir bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tezkor xabar asosida voqea joyiga yetib boradi va o'sha kunning o'zida hovuzdan 3 chala qizning jasadini olib chiqishadi. Ma'lum bo'lishicha, qizlardan biri suvda cho'kayotgan bo'lgan, so'ng esa dugonasini qutqarmoqchi bo'lib 2 nafar qiz uning ortidan tushadi. Oqibatda esa 3 chalasi suv ostiga g'arq bo'lishadi. Marhuma qizlar 17, 16 hamda 14 yoshda bo'lgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra marhumalarning o'limiga nafas yo'llarining suv bilan berkilishi sabab bo'lgan. Hozirda Mirzacho'l tumani prokuraturasi tomonidan mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Marhum qizlarning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Daryo, ko'l, hovuz atrofida istiqomat qiluvchi fuqarolar, farzandlaringizni hech qachon nazoratsiz qoldirmang. Ular bolalik qilib shirin jonlarini xavf ostiga qo'yishmasin. Eslatib o'tamiz, dala yer maydonlarida sug'orish uchun mo'ljallangan suv o'tkazmas membran asosida qurilgan sun'iy hovuzlar ichiga zinhor tushmang. Hatto malakali suzuvchilar ham bu hovuzdan chiqa olmaydi. Bu membrana juda sirpanchiq bo'ladi deb aytdi Favqulodda vaziyatlar vaziri xodimi bizga bergan rasmiy ma'lumotda.